بىرۇنى ئاپتورى ھاجى ئەكبەر مۇھەممەدنىياز كىرىش сөз Farabiydən keyinki yana bir unutilgan gigant ensiklopedic olim Abu Rayhan al-Biruni miladi 973-yili 5-sentabr Xorazmda tug'ilgan. Qarxanalar Samanilarni 999-yili munqarz qilganda u G'aznaga ko'chib ketgan. Mahmud G'aznaviy bilan Hindiston yurishiga billa atlanib, shu yerda 40 yil, ya'ni 1001-yildan 1041-yillari izdanib va tadqiq qilib, Hindiston nomliq cho'ng hajmlik va mukammal tarixiy asarni yezib chiqqan. Ya'ni mazkur asarning bir nusxasi Parijda 6080 nomer bilan saqlanayotgan bo'lib, shu nusxasidan 1958-yili arabcha tarjima qilingan nusxasining xeyli danqi bor. Hajmi 650 bet atrofida. 1048-yili 13-dekabr 75dan halqigan Abu Rayhan al-Biruni vafot bo'lgan. Al-Biruni Hijriya 4-asrdagi islom madaniyatining oltin davridagi tangdoshsiz olimlarning biri. U sayyoh, faylasuf, astronom, jug'rofiyashunos, geolog, dorigar va tarixchi bo'lib, islom madaniyatidagi tonilgan eng ulug' aqlning biri deb tasvirlangan. U yer sharining o'z o'qida aylanadiganligini tunji bo'lib o'ttirib qo'ygan. Mahmud Kashg'ari o'zi sizgan dunyo xaritasida bu qarashni texmi jonliq ifodalagan. Uning matematika, astronomiya, dorigarlik, tarix, tabiiy fan va fizika qatorliq nurg'un sohada jami 120 parchadan ortiq kitobi bor. 1973-yili al-Biruni tug'ilganligining 1000 yillik munosabati bilan sobiq Sovetlar ittifoqi Afg'oniston va Eron taraf bas-basda har xil xotira pochta markasi besib tarqitib, olimning tavalludining 1000 yilligini qutluqlagan. Uyg'ur xalqi yaqinqi 71 yildan buyon davlatsiz va egilik huquqsiz o'rinda turg'achqa, ayni vaqtdagi qaraxonlar va Chag'atay xonligi zamonida hozirgi Janubiy Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekistonlarda yashab o'tgan tangdoshsiz olimlarimiz shu joyda hozir yashayotgan qarindosh xalqlar tarafidan beqivilingan. Hatto qaraxonlarning g'arbiy ilik xonligi o'zbeklarning, shimoliy ilik xonligi qirg'izlarning xonligiga aylantirib qo'yilgan. Hozirmi Abu Rayhan al-Birunini O'zbekiston bilan Afg'oniston olim yashagan territoriyaga qarab turib, davlat tavalligini talassa, Uyg'urlar bilan tojiklar, turklar bilan farislar ulug' olimning milliy kimligini talishidi. Arablardagi turk dushmanligi tufaylidan hozirgacha o'ttir asrda o'tgan dangliq olimlardan Abu Nasr al-Farabi, Ibn Sina, Yusuf Sakkaki, Ahmad Yuknaki, hatto Jamal qarshilarnimi arab deb turib elish, zodili chor topolmaganda ularni millati Paris deb turib elish umumiy hodisa bo'lib, olamshumul ba'zi tarixiy asarlar va zamonaviy gen tekshirish qurollarining taraqqiy qilishiga ergishib, yuqorqi olimlarning hammasining aslida Uyg'ur ekanligi, hech bo'lmaganda haqiqiy turk qavmlardan ekanligini isbotlash faqat vaqt masalasi xolos. Birinchi, Biruni tug'ilish harbisidagi Markaziy Osiyo vaziyati va siyosiy kuch tangpongligi. Birinchi, saltanatlik qaraxonlarning qurilishi. Türk tillar divanida şanlıq tarixi bor, davlati bor, qahramonlik sifatlari bilan ta'riflangan aziz millatimiz eng kechikdi degandimi, milodidan burunqi 678-yildan beri hozirgi vatanimiz O'rta Osiyo
va Moңғол dalalarida şanlıq saltanat sürüp kelgan edi. Miladidan burunqi 4 asırda yüz bergan İskenderning yurishlaridan keyin Türkiye xalqlarining saltanat quyoshi Moңғoliyada parladi. Miladi 6 asırda Altaydagi Ergenekon türkleri atliq Uyg'ur askarlarga tayinib, hozirgi Rossiyadak kengayib, Osiyoning markazida bosh ko'tardi. 744-yili qag'anliq ko'k turklarning qo'lidan Uyg'urlarning qo'liga o'tdi. Ularning g'arbdagi ikki kuchli qarindishi qarluqlar bilan O'g'uzlarmi faqat Yabg'u nomini qo'llandi. 840-yili Orxondagi qag'anliq yemirilib, 841-yili qag'anliqqa qarashliq Kangsu Ko'knur, Bashbaliq Jung'ariya, Yetsu Talas, Farg'ona va Tarim vodisida Kangsu Uyg'ur xalqi, ya'ni 840-yildan 1036-yilgacha, Idiqut Uyg'ur eli, ya'ni 840-yildan 1391-yilgacha va Qaraxonlar xalqi 840-yildan 1212-yilgacha qurildi. 880-yili Qaraxon Belgiko'l Qadirxon Qarluq yabg'usining astanasi Balasag'unni egallab, ondan keyin Yag'laqar urqidan bo'lgan Idiqut va Udun xonlarini qaytadan beqindirdi. Ko'k turk qag'anliqi Uyg'ur qag'anliqidan keyingi 3-qag'anliq Qaraxonilar qag'anliqini barliqqa keltirdi. Qarluqlar Yabg'u nomi bilan qo'shilib, keyincha boshqa qabilalar bilan birlikda hozirgi zamon Uyg'urlarining etnik ajdodlaridan biri bo'lib qoldi. Hozirgi Turkmanistonda turayotgan O'g'uzlarmi yanala Yabg'uluq nomini saqlab, o'zlarini qag'on deb atay olmadi. Chunki sharqda Qaraxonlar qag'anliqi, g'arbda Hazar qag'anliqi bor edi. O'g'uz yabg'uluqi miladi 960-yillari bir mezgil Qaraxonlarga tavallikmi bildirgan edi. Bu chaqda Markaziy Osiyoda Qaraxonlar bilan o'zangi so'qishtira oladigan va tirkishalaydigan birdan-bir siyosiy kuch 874-yili Maravu un nahirda qurilgan dangliq Samanila xonligi bo'lib, uning orqa terigi mashhur arab Abbasila xalifaligi edi. Ularga xalifa tarafidan amir unvoni berilgan bo'lib, Abbasilarni sharq va shimoldagi musulmon bo'lmagan ko'chman turklarning pasibani Qaraxonlar xonligidan qo'g'daydi. Ikkinchi Qaraxonlar va Samanilarning qisqacha tarixi. Qaraxonlar aslida 744-yili atiyozda hozirgi O'tökanda qurilgan Orxon Uyg'ur qag'anliqining qonunliq varisi bo'lib, uning shuhrati burunqi buyuk ko'k turk qag'anliqi, keyingi ko'k turk xonligi va Orxon Uyg'ur xonligidan eshib ketgan. Uning umrimi yuqorqi barliq qag'anlarning umrining yig'indisidan eshib ketgan. Qaraxonlar dastlabda oddiy bir xonliq darajasi bo'lib, Belgi Qadirxonning zo'r tirishchanligida 30 yil ichida 120 yillik Qarluq xonligidan eshib ketib, 878-yildan boshlab Qarluqlarga Yabg'u nomini berib, Qaraxonlar xonligiga aylangan. Yabg'u, ya'ni vazir nomini aslida Qarluqlarga 823-yili Eli Issiqko'l va Talas vodisini qayta bo'ysundirgan Orxon Uyg'ur qag'anliqi bergan edi. O'g'uzlarmi 755-yildan toki 1055-yilgacha o'zini O'g'uz Yabg'uligi deb atay olgan. Faqat Qaraxonlarla qag'on unvoni bilan o'ttirg'i chiqib, burunqi turk va Uyg'ur qag'anligining varisi bo'lgan. Hatto O'g'uzlarmi
956 yilidan 998 yilgacha bir mezgil Qaraxonlarga beqinib yaşagan. Belgi Qadirxon zamonida, ya'ni 874 yili, hozirgi O'zbekistonda Samaniylar xonligi qurilib, Abbasiylar xalifasi tarafidan amir deb e'tirof qilingan. Samaniylar aslida Bahram Go'rning avlodlaridan Asad Samanning bolalari bo'lib, Xorasondagi tunji Paris islom xonligining qurg'uvchisi Tahir yaqin sarkardasi Asadning 4 o'g'lini Farg'ona, Samarqand, Buxoro va Hirotning valiyligiga tayinlagan. Keyincha Farg'onadagi Ahmadning kuchi zo'rayib, 824 yildan 865 yili o'lgicha xonlik asos tiklib olgan. Uning cho'ng o'g'li Nasir 874 yili xalifaning qo'llashida xonlik qurib, kumush pul besib chiqargan. Әмма оның кеңәйімчілік әркеті Белгі Qadirxonning кәскен қаршылықыға ұшырғачқа, о Қарахан білән достлық мұнасыбеті орнатқан. Xalifa Samaniylarning qo'li orqali sharqdagi Tahiriylar va Safariylarga o'xshash xatarlik qaram allarni tizginlab turgan. 888 yili Buxoroydagi inisi İsmail akisi Nasirni mag'lub qilib, Samaniylar shoyi bo'lib olgan. 3-chi Qaraxonlar va Samaniylar orasidagi urush. 882 yili Belgi Qadirxon cho'ng o'g'li Bozir Arslanxonni Balasag'unda, kichik o'g'li O'g'ilchaq Bug'raxonni Talasda ishqa qo'ygan. 892 yili Belgi Qadirxon, Nasir Samani va xalifa Mo'yi-Tamad qatorliqlar tangli vafot bo'lgan. O'g'ilchaq Bug'raxon urushdan sal ilgari Samaniylar bilan bo'lgan aloqani uzib, yuzsiz Ismoilning harbiy g'azotlarga norozilik bildirgan. Ammo Ismoil texmo jallangan. 893 yil aprelda Samaniylar shoyi İsmoil zo'r qo'shin bilan Qaraxonlarning ikkinchi poytaxti Talasga qo'rshab hujum qilgan. 40 necha kunga so'zilgan muasirdan keyin Naibxon O'g'ilchaq Bug'raxon Talasdan chekinib, poytaxtni Balasag'onga yaqin bo'lgan Qashqarga ko'chirgan. Talas urushi İsmoilning Qaraxonlar bilan qilgan tunji va oxirgi urushi bo'lib qolgan. Chunki keyingi 14 yil umri xalifa uchun isyonchilarni bostirish, Iran va Afg'onistonda zamin egallash va ichki to'planlarni tinchitish bilan o'tib ketgan. 907 yili İsmoil Ahmad Samani o'lib, o'g'li Ahmad İsmoil Samani shoyi bo'lgan. 914 yili Bozir Arslanxon vafot bo'lgan. Bu fursatni ching tutgan yomon niyatlik qorliq, yuqur tabiiy kishilari qonliq qirg'inchilik yurgizib, Balasag'ondagi Qaraxonlar xon jamiyati va davlat arkonlarini qirg'in qilib, qorliq xonliqini tirildirgan. Faqat Shahzoda Sutuq Tekin bilan onasini bir qism sodiq sarkardilar saq elib kelib, Qashqardagi O'g'ilchaq Bug'raxonga topshirib bergan. G'azablangan O'g'ilchaq Bug'raxon jazo yurish qilib, qorliqlarni qayta beqindirib, Ostona Balasag'onni qahramon Sang'uniga tutqizib, cho'ng poytaxtni Qashqarga ko'chirib kelgan. Dal shu yili Samaniylar xoni Ahmad İsmoil bo'g'izlab tashlanib, o'rniga go'dak o'g'li 7 yoshlik Nasir Buxoroda taxtga chiqqan. Ammo Uyg'urlarning qo'llashida uning dana aksi Abu Nasir Samani Samarqandda xon deb e'lon qilingan. Kichik Nasir zo'r qo'shin avatib, Samarqanddagi o'zini qo'llamagan Mani dini Uyg'urlarni qirgan. Bu qonliq qirg'indan cho'chigan musulmon emas Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlar Samaniylar tavasidan ko'chib, Qashqardagi Bug'raxonga beqingan. Shuning bilan Bug'raxon biroqli kuchayib ketgan.
uning qo'l ostidagi Ediqut Uyg'ur xonimi Nasirga alayida maktub yo'llab, davlatimizdagi musulmonlar sening davlatingdagi musulmonlardanmi ko'p. Navada sen əmdi bir mani Uyg'urni o'ltirsang, men təvəyimizdəki barlıq musulmonlarni o'ltirib hisob olaman deb Qaraxonlar nomidan təhdid salgan. Buningdan cho'chigan Samaniylar shuningdan keyin musulmon emas Türkiy xalqlarni bo'libmi mani diniga e'tiqod qiladigan Uyg'urlarni qirg'in qilishga jur'at qilolmagan. 920-yili O'g'ilchaq Bug'raxon Samanilarning xon tog'isi İsaq bilan shahzodasi İlyasni qo'llab Samarqandda isyon chiqargan. Ammo Nasir Tali o'ngdan kelib, bu qitimqi isyonni o'ngishliq tinchitib olgan. 922-yildan 932-yillar orasida haqiqiy taxt varisi Abu Nasr Samani Pərğanədəki yoşurun hayatını axırlaşdırıb, Bug'raxonni pana tartib kelgan. O'g'ilchaq Bug'raxon uni qizg'in qarshilib, uningga "Eningiz sizga jafo qilgan bo'lsa, men vafo qilay" degan. Hamda uni otishning amaldori qilib qo'ygan. Samanilarning Dana shahzodasining Qaraxonlar poytaxtida amal tutishi azaldan O'g'ilchaq Bug'raxondan qo'rqib kelishga jur'at qilolmaydigan O'rta Osiyo savdogarlarini jalb qilgan. Natijada otish shu vaqtdan boshlabla eng qaynoq savdo bozoriga aylangan. Miladi 932-yili noyabrning tunji zulmat oqshimi Qaraxonlar xonligining tarixiy yo'nalishini o'zgartgan voqea yuz berdi. 932-yili 2-noyabr juma choshka vaqti bilan, ya'ni Hijriya 320-yili Zulhijj 1 Qashqar shahri tinch qo'lga keladi. Keyingi bir haftada Qashqar va Otishdagi musulmon Uyg'urlar Sutuq tekiniga yordamga keladi. Shuning bilan 932-yili 12-noyabr dushanba kuni Qashqar shahrida tarixdagi tunji Qurbon hayit namozi o'qilib, qutlug' juma xutbasida Sutuq Bug'raxon madhiyalanadi. Bu xabar chaqmoq tezligida Balasag'unga yetib keladi. Qaraxonlarning O'g'ilchaq Bug'raxon va Mani dinida ching turgan Qara Xaqon jamiyati a'zolari va davlat arkonlari jam bo'lib, burunqi qarliq oqsoqollardan yoshda va hurmati cho'ng, alamda pishqan bir kishini Arslanxon deb atab, bir butun Qaraxonlar qag'onligini bo'lib tashlaydi. Sutuq tekin o'ziga Bug'raxon nomini tanlab, ustozi Abu Nasr Samanining dana fikri bo'yicha oldi bilan o'zini kuchaytirish va Qashqar tavasining omonligini qo'g'dash uchun harakat boshlaydi. Arada necha qatim Balasag'unga elchi avatib, ularni isyondan voz kechish va musulmon bo'lishga da'vat qilgan. Ammo ular doim keskin rad qilgan. 941-yili kuchi to'lib tashqan jangovar musulmon askarlaridan xil qo'shoni bor bo'lgan Sutuq Bug'raxon Balasag'undagi isyonchi Arslanxonga qarshi jazo yurish qilib, 942-yili 22-aprelda Balasag'unni qaytirib olib, Qaraxonlarni qaytadan birlikka keltirgan. Andın uda yürüş qilib 943-yili 20-aprelda, ya'ni İsmail Samani Talasni tartib olganga dal 50 yil bo'lgan kuni 50 yil ilgari Samaniylar dadisi va tog'isidan tartib olgan Talasni qaytirib, butun islom dunyosini hang-tang qoldirgan. Chunki ular texicha Qaraxonlar to'g'riliq hech nima bilmagan edi. Şuna İslam tarixçilərinin Qaraxonlar tarixini 942-yildan başlaşı ancha hayron qolarliq ish emas. İslam tarixshunoslari 9 o'g'izlarning haqqoni eng kuchli bo'lib, zamonimizda, ya'ni
943-yilida hech kim bu xaqon bilan urush qilishga jur'at qilolmaydi deb Sutuq Bug'raxonning hayvisini bayon qilgan. 956-yili fevralda, ya'ni Qurbon hayitda Sultan Sutuq Bug'raxon zaharlanib yetib qolgan. Bu xabar chaqmoq tezligida O'rta Osiyoga pur ketgan. Kimning zaharligini aniqlanmag'achqa xon jamiyati a'zolaridan boshqa oz sondagi ishonchlik kishilar Bug'raxonni yo'qlab tura olgan. Xabar qattiq kontrol qilinғачqa, Bug'raxonning keyingi ahvolidan xabarsiz islom tarixchilari yengillik bilan shu yilqi Qurbon hayit mezgili bo'lgan Hijriya 344-yilni Bug'raxonning vafot bo'lgan vaqti qilib xotirlab qo'ygan. Әмма divandagi Po'latdek paketlar va Bug'raxon vafot bo'lgan Aqmat xarobisining tepilishi bu joyning salqin havoliq bo'lib, Bug'raxon zarlangandan keyin bir mezgil mushu salqin joyda orom olganligini qayd qiladi. Shundaq bo'lganda Sultan Sutuq Bug'raxon 28-iyundan 28-iyulgacha bo'lgan eng tinchiq kunlarning birida vafot bo'lgan edi. Bug'raxonning vafotidan keyin cho'ng o'g'li Musa Bug'raxon cho'ng qolgan. Ukisi Sulaymon Arslanxon naib qolgan bo'lib, balasag'unda hukm surgan. Sulaymon Arslanxon vafot bo'lishdan ilgari poytaxtni Balasaxonga ko'chirgan bo'lib, bu joyda cho'ng o'g'li Harun Bug'raxon turgan. Sulaymon Arslanxon vafot bo'lgandan keyin jiyani Ali Arslanxon, ya'ni Musa Bug'raxon o'g'li cho'ng qolgan bo'lib Qashqarda. O'g'li Harun Bug'raxon naib qolgan bo'lib, Balasag'unda hukm surgan. Harun Bug'raxon tunji Shimoliy Ilixxon sifatida Qashqardagi tog'isi Qag'on Ali Arslanxonga davomliq madad berib turgan. Harun Bug'raxon milodiy 990-yili Ispijabni Samaniylar qo'lidan elib, Samaniylarga qarshi hal qilg'uch urushni boshlab, Markaziy Osiyoni Qaraxonlarning saltanati ostiga olmoqchi bo'lgan. Mazkur Ispijabni Nuh Samani 840-yili Uyg'ur qag'anligi G'ulg'anda besib olgan edi. Oqibat 993-yili Samaniylar munqarz qilingan. Ya'ni bu dal İsmail Samani Talasqa hujum qilib, Qaraxonlarga jang e'lon qilg'ili saq 100 yil bo'lgan chaq edi. 4-chi Qaraxonlarning Samaniylarni yo'qotishi. Hammaga ma'lum bo'lgandek, Qaraxonlarning jasur qag'oni Harun Bug'raxon 993-yili Samaniylar xonligini munqarz qilib, 3 yildak tartib o'rnatib, o'g'li Ali Tekinni 997-yili G'arbiy Ilixxon qilib tayinlab, Qashqarga qaytish yo'lida qazo qildi. Bu fursatni ching tutgan G'aznaviylar, Samaniylar qoldiqlari va Saljuq o'g'illari Ali Tekinga tangli hujum qilib, Samaniylarni qayta tirildirdi. Natijada Qashqardagi cho'ng qag'on Said Ali Arslanxon o'zining barliq o'g'illari va jiyani Yusuf Qadirxonni Samaniylarni tinchitishga avatdi. Әмма дәл шу жағда Удун ханлығы Қашқарға hujum qilgandan sırt, Said Ali Arslanxonni şehit qilib, Qashqarni ishg'ol qilib olg'achqa, Samaniylarni qaytadan tinchitish vazifasi uning kenji o'g'li Elik Nasirxon bilan yana bir jiyani Ali Tekinga topshirildi. 999-yili 23-oktyabr, ya'ni Hijriya 389-yili Qurbon hayit kunidan 10 kun burun Ali Tekin yangroq takbir ovozi bilan Buxoroga zafar quchib kirdi. 2 noyabr kuni uning oldin yurar Turshavil qismi mashhur Amu daryo bo'ylarini to'liq tizginlagan. Shuning bilan 120 yil
uda saltanat sürgən dаңlıq Samanila xanlıqı Qaraxanlarning G'arbi ilk xanlıqı bo'lib qolgan. G'arbi ilk xanlıq 1043 yilgacha cho'ng qag'anliqqa mutlaq bo'ysungan bo'lsa, 1089 yilgacha nomdil bo'ysungan. 1092 yilgacha Saljuqiylarga beqinib qolgan. 1130 yilgacha mustaqil davom qilib, 1141 yilgacha yanala Saljuqiylarga qaram bo'lib qolgan. 1141 yildan 1212 yilgacha Qaraxanlarga qaram elga aylanib qolgan. Әмма ішкі ishlarda mustaqil rivojlanib, 1212 yili kunsiri kuchayib ketgan Xorizmsha Aloyiddin Muhammad qo'lida munqarz bo'lgan. Әмма 1222 yilga kelganda butun Markaziy Osiyo Chingizxonning qo'liga tushib ketgan. Davomi bor.